Xitoyda dunyoning eng baland ko'prigi harakatlanish uchun ochildi. 28-sentyabr kuni Xitoyning Guichuan provinsiyasida joylashgan Huaxian Kattakaon ko'prigi foydalanishga topshirildi. Birinchi avtomobil ko'prikdan o'tdi va shu bilan tarixda yangi sahifa ochildi. Ko'prikning balandligi 625 metr. Bu Shanxay minorasining balandligiga teng. Inshootning umumiy uzunligi 2890 metr, asosiy oraliq 1420 metrni tashkil etadi. Ko'prik 3 yilda qurib bitkazildi. Ko'prik 93 ta yirik po'lat qismlardan tuzilgan bo'lib, umumiy og'irligi 22 ming tonnani tashkil etadi. Bu Eyfel minorasidan 3 barobar og'irroq. Avgust oyida o'tkazilgan yakuniy sinovlarda ko'prikka umumiy og'irligi 3300 tonnadan ortiq yuk mashinalari chiqarildi. Turli tezliklarda harakatlanish, to'xtash va dinamik yuklamalar ostida ham ko'prik barqarorligini namoyish etdi. Huaxian ko'prigi nafaqat transport infratuzilmasi, balki yangi turistik markaz sifatida ham foydalaniladi. U yerda panoramali ko'rinishga ega shisha lift, yulduzlarni tomosha qilish mumkin bo'lgan bar va kafe, sarguzasht izlovchilar uchun shisha polli kuzatuv maydonchasi va hatto dunyodagi eng baland sakrash nuqtasi ham tashkil etilgan.